Amir avtosavdoda sizlar uchun ideal holatda yaxshi Gentra mashinasi 2022-yil 71 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Kraskalar top-toza 3-peysa avtomat korobkasi bo'ladi. Xo'p, Amerikanka Optra originaldan qo'yilgan, 4 ta yaxshi Lexus'dan yumshoq baloqlik ham qo'yilgan. Tayinroq ruxsatlar qo'yibdi. Salon holatini ko'rsatib tursam, salonlar ideal holatda 71 ming probeg, Malibu rol. Xo'p, Malibu Star so'pligicha ham qo'yilgan. Sidina podogrev zavodskiy chexollarda evokorli solingan, 909 megajar futligicha ham uстановка qilingan. Qimmat gerblar ham qo'yilgan. O'kala mashina benzin holatda hali umuman gaz ham o'rnamagan. Kraskalar top-toza, даже kuzovlarda qirilgan, shilingan joylar ham yo'q. Narxini o'kala sizlar maza qilib ishlam uchun $11,450 bu holanda $11,450 ga 2022-yil 71 ming kilometr masofani bosib o'tgan kraskalar top-toza minishga tayyor 3-peysa avtomat korobka Gentra mashinasi. Faqat oformtagan. Egalar nomerlarini qo'ldiraman, telefon qilib barak qilishinglar mumkin.